Salom azizlar. Bugun Damir Khalimov va boshqa ko'plab muxlislarimiz talablariga binoan Clash of Clans o'yini haqida ma'lumotlar va faktlarni keltirib o'tishga harakat qildik. Demak, hozirgi mavzumiz Clash of Clans o'yini haqida bo'ladi. Clash of Clans o'yini strategik o'yin hisoblanadi. Bu o'yinda har bir harakatingizni rejalashtirib va bosh qotirib bajarishingiz kerak. O'yinda faqat himoyalanmaysiz, balki dunyodagi boshqa o'yinchilarga ham hujum qila olasiz va bundan tashqari klanlarga qo'shilib jamoa bo'lib janglar uyushtirish ham mumkin. Bu o'yinda sizning shitingiz yoki himoyangiz sust bo'lsa, sizning eliksir va oltinlaringizni boshqa foydalanuvchilar olib ketadi. Clash of Clans o'yinida siz o'zingizni klaningizni, ya'ni jamoangizni yaratishingiz va shu jamoa bilan boshqa jamoadagi odamlar bilan jang qilishingiz mumkin. Bu o'yinni Supercell kompaniyasi yaratgan. Hozirgi kungacha bu kompaniya 4 ta o'yin ishlab chiqargan. Bular 2012-yilda Hayday va Clash of Clans o'yini, 2014-yilda Bombayach, 2016-yilda yangi Clash Royale yoki Clash of Clans 2 o'yini. Endi faktlarni keltirib o'tsak, Clash of Clans yaratilgandan keyin dunyodagi juda ko'p odamlar bu o'yinga qiziqish bildirishdi. Shuningdek, bu o'yin O'zbekistonda ham mashhur bo'lib ketdi. O'zbekistonda yoshlarning 60% dan ko'prog'i bu o'yinni o'ynashadi. Clash of Clans o'yinini Supercell kompaniyasi ishlab chiqqan. Bu kompaniyaning asoschisi Ilkka Pananen. Kompaniya Finlandiyada joylashgan. Clash of Clans o'yiniga 2015-yilning mart oylarida diniy ekstremizmga aralashgan deb aytilgan edi. Lekin bu narsani xatoligi 2015-yilning 4-iyun kuni rasmiy ravishda tan olindi. Hozirgi kunda Clash of Clans o'yini eng ko'p daromad to'plagan o'yinlardan biri. 2013-yil yakunlariga ko'ra, Supercell kompaniyasining daromadi 689 million dollarni, foydasi esa 322 million dollarni tashkil qildi. Kompaniya bunday moliyaviy natijalarga atiga 2 ta o'yin ortidan erishdi: Clash of Clans va Hayday. Har ikkala o'yin ham freemium model bo'yicha tarqatiladi. Ularni ko'chirib olish bepul, ammo o'yin davomida qo'shimcha kontent uchun pul to'lash lozim. Har kuni ushbu o'yinlardan butun dunyo bo'ylab 8,5 million odam foydalanadi. Bu kompaniyaga kuniga o'rtacha 2,4 million dollar tushum olib keladi. Eslatib o'tamiz, Supercell kompaniyasiga 2010-yilda asos solingan bo'lib, u faqatgina iOS va Android platformalari uchun o'yinlar ishlab chiqarish uchun ixtisoslashgan. 2011-yilda kompaniyaga 12 million dollar sarmoya kiritilgan. 2013-yilning oktyabr oyida kompaniyaning 51% aksiyasi 1,5 milliard dollar evaziga Yaponiyaning SoftBank kompaniyasi tomonidan sotib olingan. Hozircha bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz va faktlarimiz shulardan iborat. Clash of Clans o'ynaydigan odamlar diqqatiga, bizning klanga, ya'ni Dunyo Show klanimizga taklif qilamiz. To'g'ri, klan yaqinda ochildi, lekin bu klan aynan Dunyo Show muxlislari uchun atayin ochildi. Ashaddiy muxlislarimiz, marhamat, Dunyo Show ijodkorlari ham shu klanda. Bizdan uzoqlashmang, Dunyo Show bilan qoling.